Monstera nega ba'zi odamlarda mayda barg chiqaradi, boshqalarda esa gigant barg chiqaradi? Sababi mana bunda. Monsteramni yangi tuviga ko'chirish vaqti keldi. Shu bilan birga oporaga ham o'tkazaman. Birinchi navbatda yangi tuvini tayyorlayman. Yon tomonidan ikkita teshikcha qildim. O'zim tayyorlagan oporani xomut yordamida mahkamlab oldim. Endi grunt tayyorlaymiz. Tarkibida torf, biogumус, perlit, mineral toshlar, sosnoviy kara va yog'och ko'mir bor. Tagiga ozgina grunt solaman. Ildizlarni kuzatishni sevaman. Shu sababdan tuvi shaffof. Monsterani eski tuvigidan ehtiyotkorlik bilan chiqaraman. Gulning poyasini oporaga yaqin qilib joylayman va atrofini grunt bilan to'ldiraman. Opora monstera uchun juda muhim, chunki u liana o'simlik va tabiatda daraxtlarga chirmashib o'sadi. Shu sababli barglari ham kattalashib boradi. Bo'sh joy qolmasligi uchun gruntni pastga tushirib chiqaman. Endi monsterani oporaga mahkamlayman. Shu usul bilan u oporani his qiladi. Endi mo'l qilib sug'oraman va oporaga ham suv quyaman. Mana tayyor. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.